Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Bu sizning har oylik xarajatlaringiz. Oilaviy byudjetingizga oid eng dolzarb masala kommunal to'lovlar. Ko'pchiligimiz uchun bu og'riqli nuqta. Har oy qancha pul to'lashimiz kerakligi haqidagi o'ylar tinchimizni buzadi. Aynan shu sababli bugun sizga rasmiy rasporajeniye kommunalka uchun to'lov qilmaslik mumkin. Yangi detallar sarlavhasi ostida hayratlanarli va juda kerakli ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu axborot har biringizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Muammo nimayati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi qadimdan? Deyarli har doim biz kommunal xizmatlar, elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti chiqindilarni olib ketish uchun har oy belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirib kelamiz. Bu shunchaki bir majburiyat emas, balki shartnoma asosidagi munosabatlar va qonunchilik bilan belgilangan qoida hisoblanardi. Agar to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, penya hisoblanar, hatto ayrim holatlarda xizmat ko'rsatish to'xtatilishi yoki sud orqali undirish choralari ko'rilishi mumkin edi. Bu holat ayniqsa moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan oilalar uchun katta yuk bo'lib tushardi. Xususan, ishsizlik, sog'liq muammolari yoki kutilmagan xarajatlar tufayli to'lovlarni o'tkazib yuborgan odamlar uchun bu vaziyat yanada murakkablashardi. Misol uchun bir kishi ishdan bo'shatilib, 1-2 oy daromadsiz qolsa, kommunal to'lovlar uni doimiy ta'qib qiluvchi muammoga aylana qolardi. Oldingi tizimda bunday holatlarda deyarli hech qanday rasmiy imtiyoz yoki yengillik nazarda tutilmagan edi. Shaxsiy sharoitlar hisobga olinmasdi. Ammo azizlarim, endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Jamiyatimizda ijtimoiy himoyaning kuchaytirilishi aholining turli qatlamlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik doirasida kommunal to'lovlar bilan bog'liq bir qator yangi mexanizmlar va imkoniyatlar yaratildi. Rasmiy rasporajeniye deganda aynan mana shu yangi normativ huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlari va farmonlari nazarda tutiladi. Ular shunchaki bir qog'oz emas, balki yuz minglab oilalarning ahvolini yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamlardir. Bu o'zgarishlar shuni anglatadiki, endi barcha ham bir xil tarzda to'lov qilishga majbur emas. Muayyan sharoitlarga tushgan yoki ma'lum ijtimoiy toifalarga mansub bo'lgan fuqarolarimiz uchun kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni to'liq yoki qisman to'lamaslik, ularni keyinga surish yoki hatto umuman hisobdan chiqarish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki adolat va insonparvarlik tamoyillarini ham mustahkamlaydi. Bu yangi tartiblar shuni anglatadiki, endi davlat o'z fuqarolarini og'ir damlarda yolg'iz qoldirmaydi, balki ularga yordam qo'lini cho'zadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q endi keling. Bu yangi tartiblar kimlarga tegishli ekanligini va nimalarni bilishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, har bir fuqaro kommunal to'lovlar bilan bog'liq o'z huquqlarini va imkoniyatlarini bilishi shart. Tashvishlanish kerak bo'lganlar bu hali ham eski tartibda hech qanday imtiyozsiz barcha to'lovlarni amalga oshirayotgan. Ammo aslida yangi tartiblar bo'yicha yengilliklarga haqli bo'lgan fuqarolardir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak desangiz, bu hozircha hech qanday to'lov muammosiga duch kelmagan yoki avvaldan belgilangan imtiyozlar asosida to'lovlarni amalga oshirib kelayotganlardir. Lekin shuni ham unutmangki, har kimning hayotida kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlar barchaga foydali bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalar va shaxslar uchun bu eng keng qamrovli toifadir. Davlatning ijtimoiy himoya siyosati doirasida daromadi belgilangan minimal miqdordan kam bo'lgan oilalar kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Qanday hisoblanadi? Oila a'zolarining umumiy o'rtacha oylik daromadi oxirgi 3 yoki 6 oy uchun hisoblanadi va oiladagi kishilar soniga bo'linadi. Agar bu ko'rsatkich mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari yoki kambag'allik chegarasidan past bo'lsa, oila subsidiyaga haqli bo'ladi. Misol tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 5 kishilik Karimova oilasi bor. Ota, ona va 3 nafar maktab yoshidagi farzandlar. Ota, onaning umumiy oylik rasmiy daromadi 3 million so'm. Minimal iste'mol xarajatlari bir kishi uchun 500 ming so'm deb belgilangan bo'lsa, bu shartli raqam. Oilaning umumiy minimal ehtiyoji 500 ming, 2500 ming so'm bo'ladi.
ularning daromadi 30 million so'm, ya'ni minimaldan yuqoriroqdek tuyulishi mumkin. Ammo yangi tartiblarga ko'ra kommunal to'lovlarning oila daromadidagi nisbatan ma'lum foizdan oshish hisobga olinadi. Agar kommunal to'lovlar elektr, gaz, suv chiqindi umumiy hisobda 20 million so'mga yetib qolsa, bu ularning daromadining 33% ni tashkil qiladi. Yangi qonunchilikda bu ko'rsatkich ma'lum foizdan, masalan, 25-20 oshmasligi belgilangan bo'lsa, ortiqcha qismi uchun davlat subsidiya beradi. Ya'ni 25 chegaradan oshgan qism, bu misolda o'tingi uchun 25-26 ming so'm uchun davlat tomonidan qoplama ajratilishi mumkin. Bu degani Karimova oilasi 2 million so'mlik kommunal to'lovdan 540 ming so'mni davlat hisobidan qoplashi mumkin bo'ladi. O'zi esa 460 ming so'm to'laydi. Bu ularning oilaviy byudjetiga katta yengillik beradi. Pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar, bu toifadagi fuqarolarimiz doimo davlat himoyasida bo'lganlar. Ammo yangi tartiblar ularga beriladigan imtiyozlarni yanada kengaytirishi yoki ularni olish jarayonini soddalashtirishi mumkin. Ba'zi hollarda ular kommunal to'lovlarning bir qismidan butunlay ozod etilishi yoki maxsus miqdordagi kompensatsiyalar olishlari mumkin. Misol 7 yoshli keksa onaxon mavzuni aya yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi 25 million so'm. Oldin u o'z pensiyasidan kommunal xizmatiga taxminan 300 ming so'm to'lagan. Yangi tartibga ko'ra yoshi ulug' va yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha 50 minggacha chegirma yoki ma'lum bir summaga, masalan 200 ming so'm qadar kompensatsiya berilishi mumkin. Agar mavzuni aya 200 ming so'm kompensatsiya olsa, u 300 ming so'mlik to'lovdan atiga 100 ming so'mini o'z cho'ntagidan to'laydi. Bu uning uchun sezilarli yordamdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham shunga o'xshash imtiyozlar mavjud bo'lib, ularning nogironlik guruhi va ehtiyojlariga qarab belgilanadi. O'tik ko'p bolali oilalar davlat ko'p bolali oilalarni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Yangi tartiblar bu qo'llab-quvvatlashni kommunal to'lovlar sohasiga ham kengaytirgan bo'lishi mumkin. Masalan, 4 va undan ortiq farzandi bor oilalar uchun maxsus subsidiyalar yoki to'lovlar bo'yicha yengilliklar joriy etilishi mumkin. Misol, mahalla faoli 3 o'g'il va 1 qizni tarbiyalayotgan shohista opa turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi. Ularning daromadi o'rtacha. Avval ular barcha kommunal to'lovlarni to'liq to'lashgan. Endi yangi qarorga asosan har bir voyaga yetmagan farzand uchun kommunal xizmatlar to'lovining ma'lum bir qismi, masalan, elektr energiyasi uchun 7 kilovat edi. Gaz uchun 100 metr tur davlat tomonidan qoplanishi yoki ularning umumiy to'lov uchun maxsus foizli chegirma berilishi mumkin. Agar shoista opaning 4 ta farzandi bo'lsa va har bir farzand uchun 70 ming so'mlik kommunal xarajat qoplansa, bu umumiy hisobda 200 ming so'm yengillik degani. 4. Vaqtincha qiyinchiliklarga duch kelganlar. Ishsizlik, oila bo'shining og'ir kasalligi, kutilmagan favqulodda vaziyatlar, masalan yong'in, tabiiy ofat tufayli moliyaviy ahvoli yomonlashgan fuqarolar uchun to'lovlarni kechiktirish, rassrochka yoki ma'lum muddatga butunlay to'lamaslik imkoniyatlari yaratilishi mumkin. Bu shunchaki to'lamaslik emas, balki to'lov majburiyatini ma'lum muddatga to'xtatib turish yoki qayta jadval asosida to'lash imkoniyatidir. Misol, Bobur aka avtohalokatga uchrab bir necha oy ishlay olmadi. Uning oilasi daromadsiz qoldi. Eski tizimda u majburlanib qarzdorlikni yig'ib borar, hatto xizmatlar uzilib qolishi mumkin edi. Yangi tartibga ko'ra Bobur aka mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, o'zining ahvolini isbotlovchi hujjatlarni, kasallik varaqasi, ishdan bo'shash to'g'risidagi ma'lumotnoma taqdim etgan holda kommunal to'lovlarni 3 oygacha kechiktirish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Bu muddat ichida unga penya hisoblanmaydi va xizmatlar uzilmaydi. 3 oydan so'ng u to'lovlarni qismlarga bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. 5. Noto'g'ri hisoblangan to'lovlar bilan bog'liq nizolar. Ba'zida xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan noto'g'ri hisob-kitoblar, ortiqcha to'lovlar yoki eskirgan tariflar qo'llanilishi holatlari uchrab turadi. Yangi tartiblar bunday holatlarda fuqarolarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Bu esa to'lovlarni to'g'ri hisoblanmaguncha to'lamaslik imkoniyatini beradi. Misol, Dilshod akaga kelgan elektr energiyasi uchun to'lov chekilayotgan oydagi ko'rsatkichdan sezilarli darajada oshiqcha ko'rsatkich yozilgan. U har doim o'zining hisoblagich ko'rsatkichlarini nazorat qiladi va o'zidagi ma'lumot bilan to'lov chekidagi
ma'lumot mos kelmaydi. Eski tizimda avval to'lab keyin talashishga majbur bo'lardi. Yangi qoidalar bo'yicha Dilshod aka hisoblagichning rasmini olib, shikoyat arizasi bilan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilishi mumkin. Arizasi ko'rib chiqilayotgan muddat davomida masalan 15 ish kuni u noto'g'ri hisoblangan summani to'lamaslik huquqiga ega bo'ladi. Agar uning da'vosi asosli deb topilsa, to'lov qayta hisoblanadi va u faqat to'g'ri summani to'laydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar. Tuzoqlar va noaniq jihatlar, bu yangi imkoniyatlar qanchalik jozibador ko'rinmasin, ularning o'ziga xos ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlari va ba'zan tushunish qiyin bo'lgan noaniq jihatlari ham mavjud. Shuni aniq tushunib olish kerakki, kommunalka uchun to'lov qilmaslik mumkin degani bu mutlaqo hech kimga tegishli bo'lmagan bir umumiy qoida emas, balki aniq belgilangan shartlar va mezonlar asosida amalga oshiriladigan mexanizmdir. Shunchaki men to'lamayman deb aytish hech qanday ijobiy natija bermaydi. Aksincha og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi, shunchaki to'lamaslikning oqibatlari. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz yoki tegishli tartibda murojaat qilib rasmiy ruxsat olmasangiz, shunchaki to'lovlarni to'lamaslik jiddiy muammolarga olib keladi. Birinchidan, muddat o'tgan har bir kun uchun penya hisoblanadi. Bu penya avvalgi davrdagi qarzdorlikka qo'shilib, yanada katta summalarni tashkil qilishi mumkin. Ikkinchidan, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qarzni undirish bo'yicha huquqiy choralarni qo'llashga haqlidir. Bu elektr energiyasi va gaz ta'minotini uzish, suv ta'minotini cheklash, hatto sudga murojaat qilib qarzdorlikni majburiy undirishni talab qilishga qadar bo'lishi mumkin. Sud qarori asosida mol mulkingizga xat qo'yilishi va bank hisob raqamlaringiz muzlatilishi yoki hatto maoshingizdan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaro yangi qarorlarni noto'g'ri tushunib, endi kommunal to'lovlar shart emas degan fikr bilan to'lovlarni to'xtatib qo'ydi. 6 oy o'tgach, uning qarzdorligi 2 million so'mga yetdi va unga elektr energiyasi uzib qo'yildi. Keyin u faqat qarzni to'lashgagina emas, balki qayta ulash uchun ham qo'shimcha xarajatlarga duch keldi. Bu esa hech qanday imtiyozga ega bo'lmagan, aksincha zararga uchragan vaziyatdir. 2. Noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish tuzog'i. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki og'zaki tarzda tarqaladigan endilikda hech kim kommunal to'lov to'lamaydi. Hukumat hammasini kechib yubordi kabi mish-mishlarga ishonish juda xavflidir. Bu kabi ma'lumotlar ko'pincha to'liq emas, noto'g'ri talqin qilingan yoki umuman uydirma bo'lishi mumkin. Har doim rasmiy manbalar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, prezident farmonlari, tegishli vazirlik va idoralarning rasmiy xabarlariga tayanib ish tutish kerak. Agar sizga biror ekspert yoki huquqshunos to'lamaslikni maslahat bersa, uning ma'lumotining rasmiy asosini so'rang va buni shaxsan tekshirib ko'ring. 3. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning xatolari. Ba'zida kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Bular hisoblagich ko'rsatkichlarni noto'g'ri yozish, eskirgan yoki noto'g'ri tariflarni qo'llash. Masalan, yangi tarif tasdiqlangan bo'lsa-da, eski tarifda hisoblash. Bitta xonadonga 2 marta hisob-kitob yuborish, qo'sh hisob-kitob, imtiyozlarning hisobga olinmasligi. Bunday holatlarda fuqaro to'lovni amalga oshirmasdan shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega. Shikoyat ko'rib chiqilayotgan vaqtda to'lovni to'xtatib turish mumkin, ammo bu to'lovni umuman kechirishni anglatmaydi. To'lov qayta hisoblangach, to'g'ri summani to'lash majburiyatini saqlab qolasiz. Huquqiy asoslar va shartnomaviy majburiyatlar. Qonun hujjatlarida fuqarolarning kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish majburiyati aniq ko'rsatilgan. Yangi tartiblar bu majburiyatni to'liq bekor qilmaydi, balki uni qisman yoki to'liq davlat hisobidan qoplash, kechiktirish yoki qayta jadval asosida to'lash imkoniyatini beradi. Har bir iste'molchi xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan shartnoma imzolaydi. Bu shartnoma shartlarini buzish, masalan, asossiz to'lovni to'lamaslik huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni qonuniy asosda va rasmiy tartibda amalga oshirish zarur. 5. Noto'g'ri tushunishning noaniq jihatlari. Ba'zida yangi tartiblarni tushunish murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan degan tushunchaning o'zi ham aniq mezonlarga ega. Oila daromadida qaysi pul mablag'lari hisobga olinishi, maosh, pensiya, nafaqa, tadbirkorlik daromadi va hokazo va qaysilari hisobga olinmasligi, bir martalik moddiy yordam kabi aniq belgilangan.
Agar siz bu mezonlarni noto'g'ri tushunsangiz va hujjatlarni to'liq taqdim etmasangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaro oilasining barcha daromadlarini, jumladan norasmiy daromadlarni ham hisobga olmasdan, faqat rasmiy maoshini ko'rsatib subsidiyaga murojaat qildi. Natijada uning daromadi belgilangan chegaradan past bo'lib chiqdi va u subsidiyaga haqli deb topildi. Ammo keyinroq tekshiruvlar natijasida uning norasmiy daromadlari ham aniqlandi. Bu esa subsidiyaning bekor qilinishiga va ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatiga olib keldi. Bu kabi vaziyatlardan qochish uchun har bir tafsilotni diqqat bilan o'rganish va mutaxassislardan maslahat olish juda muhim. Amaliy maslahat. Tomoshabin nima qilish kerak? Yuqoridagi ma'lumotlarni eshitgach, sizda xo'sh, endi men nima qilishim kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Keling, har biringiz uchun aniq amaliy qadamlarni sanab o'tamiz. Bu jarayon avvalga murakkabdek tuyulishi mumkin, ammo agar siz bosqichma-bosqich harakat qilsangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz shubhasiz. Vaziyatingizni baholang birinchi navbatda. O'zingizni va oilangizni yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kiritishingiz mumkinmi? Yo'qmi? Shuni aniqlang. Siz kam ta'minlanganmisiz? Oilangizda pensioner yoki nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Ko'p bolali oilamsiz? Vaqtincha moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Ishsizlik, kasallik, falokat yoki kommunal to'lovlar uchun kelgan chekda sizga nisbatan noto'g'ri hisob-kitob qilingan deb hisoblaysizmi? Rostgo'ylik bilan o'zingizga savollar bering va javoblarni toping. Bu sizning keyingi qadamlaringiz uchun asos bo'ladi. 2. Hujjatlarni to'plang. Sizning vaziyatingizga qarab, ma'lum bir hujjatlar ro'yxatini to'plashingiz kerak bo'ladi. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Chunki to'liq va to'g'ri hujjatlar taqdim etmaslik arizangiz rad etilishiga olib kelishi mumkin. Umumiy hujjatlar ro'yxati, pasport nusxasi oila a'zolarining barchasiniki. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, farzandlarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomalari nusxalari, oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma mahalla qo'mitasidan, daromadlar haqidagi ma'lumotnoma, ish joyidan oxirgi 6 oy uchun, pensiya yoki nafaqa oluvchilar uchun tegishli idoradan, yashash joyidan kadastr hujjatlari nusxasi uy yoki kvartiraga egalik huquqi to'g'risida, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi yoki mavjudligi haqidagi ma'lumotnoma ba'zi holatlarda talab qilinadi. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, ishsizlik nafaqasi olish haqidagi ma'lumotnoma agar ishsiz bo'lsangiz, kasallik tarixi yoki davolanish haqidagi tibbiy ma'lumotnomalar agar kasallik sababli murojaat qilayotgan bo'lsangiz, favqulodda vaziyatni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, har bir hujjatning asl nusxasi va nusxasini tayyorlab qo'ying. Ariza berish jarayonida ularning asl nusxalari tekshirilishi mumkin. U-ku qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng tegishli idoraga murojaat qilishingiz kerak. Odatda bu masalalar bo'yicha mahalla qo'mitasi dastlabki maslahatlar, oilaning haqiqiy holati to'g'risida xulosa berish, kam ta'minlanganlikni aniqlashda juda muhim. Ijtimoiy himoya markazlari yoki bo'limlari aynan shu yerda sizning arizangiz ko'rib chiqiladi va subsidiyalar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar tayinlanadi. Bu davlatning yangi tashkil etilgan ijtimoiy himoya tizimining asosiy bo'g'inidir. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'zi, agar sizning muammoingiz noto'g'ri hisoblangan to'lovlar bilan bog'liq bo'lsa, elektr, gaz, suv chiqindi to'lovlari bevosita shu tashkilotlarga, masalan, hududiy elektr ta'minoti korxonasi, gaz ta'minoti korxonasi, suv ta'minoti korxonasi murojaat qilishingiz kerak. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyPonkibuz, ko'plab xizmatlar, jumladan ijtimoiy himoya bo'yicha arizalarni onlayn topshirish imkoniyati mavjud. Bu juda qulay va vaqtni tejaydigan usuldir. 4 arizani qanday yozish kerak? Arizani to'g'ri yozish ham katta ahamiyatga ega. Ariza aniq, qisqa va tushunarli bo'lishi kerak. Unda quyidagilar ko'rsatiladi. Arizaning kimga yo'naltirilgani, idoraning nomi, mansabdor shaxsning lavozimi, arizachi haqida ma'lumot, afish, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, aloqa telefon raqami, murojaat sababi. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida kommunal xizmatlarga subsidiya ajratishni so'rayman yoki elektr energiyasi uchun noto'g'ri hisoblangan to'lovni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. O'z vaziyatingizning qisqacha tavsifi, masalan, oilaviy ahvolingiz, daromad darajangiz, kasalligingiz sababi va hokazo. Murojaatga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, ariza yozilgan sana va imzongiz. Masalan, ijtimoiy himoya markazi rahbari janob F. Ayshaga
Pasport seriyasi AA raqami 1002 Dirbayxon 7 yashash manzilingiz, ariza. Men oilaviy sharoitim og'irligi sababli, ya'ni 3 ta voyaga yetmagan farzandim borligi, turmush o'rtog'im vaqtincha ishsiz qolganligi sababli oilamiz kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilishini va kommunal xizmatlar uchun subsidiya ajratilishini so'rayman. Ilgari to'plagan hujjatlarim ilova qilinadi. Hurmat bilan. Imzo sana Bejin. Murojaatni kuzatib boring va natijalarini kuting. Arizani topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda 15 ish kuni yoki o'tibit kalendar kuni. Bu muddat ichida sizning arizangizni ko'rib chiqishadi va tegishli qaror qabul qilishadi. Agar sizga ijobiy javob kelsa, siz subsidiyalar yoki boshqa yengilliklardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniqlab, kamchiliklarni bartaraf etgan holda qayta murojaat qilishingiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayonda sizning qat'iyatingiz va huquqiy savodxonligingiz juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, kommunalka uchun to'lov qilmaslik mumkin degan sarlavha shunchaki bir chaqiriq emas. Balki chuqur ma'no va aniq mexanizmlarga ega bo'lgan ijtimoiy himoya tizimining bir qismidir. Bu degani shunchaki to'lovni to'xtatib qo'yish emas. Balki davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam va imtiyozlardan oqilona foydalanish imkoniyatidir. Shuni yodda tutingki, har qanday holatda ham o'zingizning huquqlaringizni bilish va ulardan to'g'ri foydalana olish juda muhim. Yangi tartiblar sizning hayotingizni yengillashtirishga qaratilgan, ammo buning uchun siz faol bo'lishingiz va tegishli qadamlarni qo'yishingiz lozim. Bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'z tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz biz uchun qadrli. Ushbu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Zero bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.